Qora psixologiyada pastkash insonlarni siz bilmagan 7 ta yashirin alomatlari haqida gaplashamiz. Любой удобный momentda odamlarni rahmini keltirib, o'zlaridan jertva, xuddi hayotda faqat ularga omad kulib boqmaydigan qilib ko'rsatib, o'zlarini bechoraga solishga harakat qilishadi. Birovlarni mag'lubiyatlaridan juda xursand bo'lishadi. Bu narsani ochiqchasiga ko'rsatishmaydi-yu, lekin siz bu narsani sezib turasiz. Atrofdagilar bilan faqat o'zlarini manfaatlarini ko'zlagan holda do'st bo'lishadi. Faqat siz ularga nimadir foyda keltiryapsizmi, demak siz bilan do'st bo'lib yurishadi. Foydani olib bo'lgandan keyin paka bo'ladi. Любой situatsiyada sizni aybdor qilib ko'rsatishga harakat qilishadi. Xatolarini hech qachon tan olishmaydi. Hatto ochiqchasiga ular aybdorligini o'zi bilib tursa ham, har doim aybdor siz yoki boshqa odam bo'ladi. Har doim g'iybatlashishadi. Yo, men shunchaki переживать qilyapman deyishadi, но на самом деле bu ochiqchasiga g'iybat bo'ladi. Sizga hasad qilishadi. Agar u narsa sizda bo'lsa, ularda bo'lmasa, o'sha narsani qoralab, sizni ko'nglingizni qoldirishga harakat qilishadi. Fikringizni kommentlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.